1-noyabrni kutib, gaz qo'ydirmay yurgan do'stlar, birodarlar, xo'p, hurmatli obunachilar. Sizlarga shuni e'lon qilamizki, bemalol gaz qo'ydirishga kelaverasizlar. Biz sizlarga GAIga bormaydigan qilib, dokumentlaringizni cho'tki qilib taxlab bera olamiz. Bemalol kelavering. Bizda gaz qo'ydirgan bo'lsangiz, GAIga borishingiz shart emas. Texpasport almashtirishingiz shart emas. Faqatgina bitta talab, yagona darchadan ruxsatnoma olgan bo'lsangiz bo'ldi. Super mega skidkalarimiz davom etmoqda. Oktyabr oyini oxirigacha davom etadi. Xudo xolasa 30-31 oktyabrgacha davom etadi. Undan keyin endi narx-navoni bilmadim. Oshiramizmi, bilmadim. Shundaqa oshirish planlarimiz bor. O'shaning uchun foydalanib qo'yadigan joyi texpasportni almashtirmayman 1-noyabrdan keyin deb gaz qo'ydirmay yurgan do'stlaringizga bu videoni albatta yuborib qo'ying. Bizda iminnoy bizda gaz qo'ydirsangiz, texpasportni almashtirishingiz shart emas do'stlar. Chunki biz sizga onlayn tarzda yangi tartibdagi raqamlashtirilgan sistemada bemalol hujjatlaringizni to'g'ri qilib, cho'tki qilib ustanovka qilib beramiz. Navbatdagi xo'p, Cobalt avtomobilimiz xudo xolasa tayyor bo'lib qoldi. 65 talik gaz balon super mega skidka narxida. Aksiyalarimiz har doimgidek programma prashka motor, коробка, pult zavodishi, tablosiga, suv datchigigacha qilib beramiz. Boya aytib o'tganimizdek, texpasportni almashtirmaydigan onlayn agregatsiyali dokumentingizni ham qilib beramiz. Narx-navo va batafsil ma'lumotlarni pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Barcha turdagi avtomobillarga metan propan gaz xizmati mavjud.